Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Tanidinglarmi? Rahmat. Rahmat. Ozgina hayajonlanib turman, o'qib dinozorlarimni sizlarga aytaman. Men Allohimga ming bora shukr. Ilohim oyog'ingiz bilan keldingiz. Xursandmiz. Xalq qatoridan. Va meni duo qilganlar va moddiy yordam berganlarga rahmat. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Bu baxtsiz hodisa edi. Hech kim buni xohlamagan. Shu sahnaga Ozoda opamni yuzini yorug' qilishga chiqdim va rahmat aytaman sizga ming bora. Sizni yaxshi ko'raman va sizlarni yaxshi ko'raman. Narsani aytaman sanim. Bilasizlarmi? Bu dunyodagi har bir narsa bizga sinov uchun berilar ekan. Har birimizni boshimizda har xil sinovlar bor ekan. Mana shu bo'lgan narsada, hayotimda bo'lgan narsada Sabrina jonim. Men sendan shu narsani kutgan edim. Ki hech kim bir yomonlik bilan qolmasin, asalim. O'sha qizni ham kechirgin, aylanib ketaysan. Ana shu sevinchda ham kechirgin, jonim. Mana qara, oyog'im bilan kelding. Seni xalq shunchalik qo'lladi. Shunchalik o'zini qizidek qo'lladi. Aylanib ketaysan. Mana uzr so'rab kelding, men bunga xursandman. Mayli inson bilasizmi, ba'zi inson o'zini fikrini tushuntirib bera olmaydi. Ommani ichida yurmagan odam fikrini ayta olmaydi, fikrini to'g'ri tushuntirib bera olmaydi, o'zini qanaqa tutishni bilmaydi. Shunaqa holatda qaysidir ma'noda noto'g'ri fikrlarga borishi mumkin. Men o'ylaymanki, aylanib ketay, Sabrina jonim. Mana shu qizni ham kechir, aylanib ketay. Kechirgin, xo'pmi? Kechirdim. Sevinch kechirdisan. Roza bo'ladi, o'zi asaringiz kechirgan. Assalom. Hammaga rahmat, hammaga mana butun mayli kim bo'lishidan qat'iy nazar mana shu Sabrinaga jonini bergan, Sabrina uchun kuygan, Sabrinaga переживать qilgan har bir xalq vakilimizga hammanglarga rahmat, hammanglarga. To'g'ri rahmatini aytdim. Bundan keyin ham minnatdor. Endi bir duo qilinglar, mayli nimaki o'tgan bo'lsa, noto'g'ri gapirgandir, kimlardir foydalangandir. Lekin hammaga rahmat deyman. Mana Sabrina Ekspertiza kserokopiyasi bilan tashab qo'ying dedi. Tashab qo'ydim. Уже bir haftadan oshdi. Ko'rgani ham yo'q, javob ham bermabdi. Menga aloqaga chiqmadi. Qanchalik to'g'ri noto'g'riligini bilmadim, lekin men hali uy olganim yo'q buni. Marat Xayrullayevichga biz telefon orqali ham bog'lanmoqchi bo'ldik. Sabrinani telefon to'liq qora ro'yxatga kiritib qo'yilgan. Marat Xayrullayevich bilan bog'lanish hech qanaqa aloqasi yo'q. Ular prosta internetda mashhurlikka erishish uchun yoki qandaydir nimadir o'zini ko'rsatish uchun qilingan PR hisoblanadi bu. Unga hech qanaqa uy taqdim qilinmagan bugungi kunda ham. Rahim qilma yetimga, yetim sikib ketar ko'tingga degan gaplarga endi mana yana bir marta ishondim. Bu nonko'r ona bola nonko'rlar uy beribdi sizlarga desam, voy qurilmaganmi, tayyor emasmi? Voy. Yozib qo'ying, yozib qo'ying, yozib qo'ying. Peripiska hammasi bor. Hamma boshidan oxirigacha peripiskalar bor. Yozib qo'ying, kutyapti. Marat aka uy podarka qilibdi sizga. Avgustdami, sentyabrda tayyor bo'lar ekan u uy. Yozib qo'ying, yozib qo'ying, yozib qo'ying, yozib qo'ying. Hey, o'lmagan bo'lsa Mohina bilan Yulduz svidetel. Ikkalasi ham svidetel bo'lib turibdi. Nonko'r ekansan. Bergan yordamimga qaytib birovga yordam berganim bo'lsin. Iloyo ilovonda yordam berganim teshib chiqsin. Noroziman, bir umr noroziman. Sen qanjig'dan noinsof senga Marat aka yozibdi-ku. 100 marta aytdim, hey, uy beribdi sizlarga, uy beribdi sizlarga, uy beribdi sizlarga desam. Odamlarga salom rahmat deb qo'ying desam, internetim yo'q, unim yo'q.
Hamma xalq bildi, Jasmin nonko'r ekan bu qiz deb. Nonko'r ekan bu qiz deb. Xudoyim prosta tak jazo bermagan bu qizga. Ya ertalabda shok bo'lib qoldim. Men ertalabda bu videoni ko'rib shok bo'lib qoldim. Iflos ekansan. Marat aka yozuvdi, nima deb javob berding? Nima deb javob berding? Advokatimning nomeri, nima savolingiz bo'lsa javob beradi. Beting bormi seni? Beti yo'q. Haqiqatni gapir, iflos. Shu xalq senga yordam berdi, teshib chiqir. Iloyo ilovonda teshib chiqsin bor pul. Ichib yuribdi onang xalq puliga. Iflos. Sen Jasmin chekkada o'tiribdi, hech bolani bilmaydi deb o'ylamagin. Juda ham ko'p narsani bilaman. Qanday ko'chada yurmaydigan qilib qo'yadigan darajada faktlarim bor. Ko'chada yura olmaysan. Teshib chiqadi xalq puli. Iflos, noinsof. Birovlarni nomidan biladi, piaring tushib ketib, piar qilmayol qanjiq. Bekar yordam bergan ekanman shu qanjiqqa. Tavbalar qildim senga yordam berganimdan. Aralashganimdan seni hayotingga. Singlimiz Sabrinaxon uchun bermoqchi bo'lgan xonadonimizni muhtoj oilaga bermoqchimiz. Videoni to'liq ko'rsangiz bu haqda batafsil aytib o'taman. Pasportingizni kserokopiyasi bilan tashab qo'ying dedi. Tashab qo'ydim. Уже bir haftadan oshdi. Ko'rgani ham yo'q, javob ham bermabdi. Menga aloqaga chiqmadi. Qanchalik to'g'ri, noto'g'riligini bilmadim, lekin men hali uy olganim yo'q. O'zi bunaqa masalalarga umuman toqatim yo'q va aslida xonadonni berish jarayonini ham biz sir saqlagan edik, chunki o'zi shunaqangi teatrlarga, piarlarga toqatim yo'q, lekin hozir majburman ko'pchilik noto'g'ri tushunganligi uchun izoh berib o'tishga. Xullas, qaytib kelganlaridan so'ng menga pasport kopiyalarini Telegram tarmog'i orqali yubordilar. Lekin o'sha paytda 10-sana edi, 10, 11, 12 kunlarida bizda aksiya e'lon qilgan edik. To'g'risini aytadigan bo'lsam, 3 kun juda ham band bo'ldim va o'sha 3 kun ichida o'sha birinchi kun ular pasport yuborgan ekanlar. Keyin men bir kundan keyin o'qidim. Aybim shu, bir kundan keyin o'qidim va bir kundan keyin o'qiganimdan keyin ularning telefon raqamlari yo'qligi uchun iltimos qildim, O'zbekistondagi telefon raqamingizni bering, chunki sotuv bo'limi xodimlari aloqaga chiqadi degan maqsadda. Shu savolni berganimdan keyin menga javoban advokatimning nomeri, nima savolingiz bo'lsa advokatim orqali chiqing aloqaga degan bir xabar keldi. Shundan ozgina hayratlandim, nega advokat deb birinchi hayron qoldim, tushunmadim. O'zi aslida mana bunaqada, Alloh ko'nglingizga solmasa, birovga 1000 so'm bera olmaysiz-da. Alloh ko'nglingizga solsa, eng oxirgi narsangizni ham berishingiz mumkin. Endi nasib qilmagan ekan shu singlimizga o'sha uy. Men o'shanda hayron qoldim va o'sha kuni ertalab video ko'rib qoldim va o'sha intervyu bergan ekanlar. Va o'sha intervyuda qanaqadir bir notanish ayol go'yoki men piar qilganligimni iddao qilibdi va bulardagi qanaqadir bir neblagodarnost deysizmi? Xuddiki shunaqa muomala qilishyaptiki, xuddiki men ularga долженman-da o'sha uyni berishga. Vaholanki men qarzim yo'q ulardan. Men shunchaki yordam tariqasida bermoqchi bo'ldim va keyin ko'p bir ikkita narsalar eshitdim. Endi unga chuqurlashmoqchi emasman, lekin xalq tomonidan yig'ib berilgan pullarni o'zboshimchalik bilan boshqa tomonga sarflanganligini eshitganimdan keyin men keyin o'sha video intervyusini ko'rganimdan keyin ham bulardagi bir zlost ichidagi mana bu qanaqadir noto'g'ri menga nisbatan muomalasini ko'rib keyin xonadonni bermaslikka qaror qildim, chunki meni kategoriyam bo'yicha o'sha ehson qilishga arziydigan inson deb topmadim. Bundan yana bu videoni ko'rib xafa bo'lmanglar. Alloh nasib